uncha-muncha gaplar, uncha-muncha negativchi insonlar buzolmaydi. Chunki mani kayfiyatimni bu faqatgina qanaqa narsalar buzishi mumkin? O'zimga yoqmagan narsa bo'lsa, masalan, biror narsani qilolmayapman yoki biror narsa o'xshamayapti. O'zimni kayfiyatim faqat o'zim buzishim mumkin xolos. Boshqa insonlar menga umuman ta'sir qilmaydi, boshqa insonlar mani kayfiyatimni buzmaydi. Keyin mani kayfiyatim buzilsa, baland musiqani qo'yaman-da, mazza qilib raqsga tushaman. Bo'ldi, kayfiyatim yana pozitiv kayfiyatda 100 darajaga energiyaga chiqib, kayfiyatim yanada ko'tarinki kayfiyatda bo'lib yuraveraman. Xullas shunaqa. Mani kayfiyatim uncha-muncha narsaga keyin buzilib ham o'tirmaydi. Menga yomon gap gapirdimi, yomon gap biror narsa dedimi, farqi yo'q. Hech qanaqa gapga mani kayfiyatim buzilmaydi. Qaytanga mani kayfiyatim energiya bilan oshib, to'lib, toshib ketaveradi. Chunki men har doim xursand bo'lib yuraman. O'zimni baxtiyor qilib, o'zimni xursand qilib yuraman. Qolganlar bilan hech qanaqasiga ishim yo'q. Xohlagancha gapirsin, xohlagancha g'iybat qilsin, bu meni qiziqtirmaydi. Mana bu pozitiv kayfiyatimni hech kim buzolmaydi. Shuning uchun sizlar ham mana shunaqa bo'lib olinglar. Hech kim sizlar kayfiyatlaringizni buzolmasin. Mazza qilib yashayveringlar. Xullas, mana shunaqaman. Kayfiyatim hech nimaga buzilmaydi. Xohlagan gaplaringizni gapirib, xohlagan gaplaringizni yozib ko'rsangiz, meni kayfiyatim hech qanaqasiga buzilmaydi. Kayfiyatimni buzolmaysizlar. Shunaqa. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi deb qo'yib ketaveraman. Shunaqa qizman. O'zim yoqtirgan joylarga boraman, o'zim yoqtirgan musiqani eshitaman, o'zim yoqtirgan ishlarni qilaman, barchasini xohlagan ishimni qilishim mumkin. Bular o'zimga yoqadi. Qolganlarga esa yoqmaydi, to'g'ri. Lekin bu meni hayotim. Shuning uchun xohlagan ishimni qilib, xohlaganimcha yashayveraman. Yonganlar yonib, kiyganlar kiyib o'tiraveradi. Pozitiv energiyaga sizlar ham uzr, adashib ketdim. Ko'p gapirib yubordim-da, shuning uchun adashib ketdim. Sizlar ham har doim pozitiv energiyaga boy bo'lib yursin hayotlaring demoqchi edim. Sizlar ham mana shunaqa pozitiv energiyaga boy bo'lib yuringlar. Hech qachon sizlarni kulgu tabassum tark etmasin. Har doim kulib, bezrib turaveringlar. Sizlarni urib so'kaydigan bo'lsa ham, tabassum, birgina tabassum hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. To'g'risi-da, urush janjal qilmoqchi bo'lgan insonga kulib turing. Yoki boshqa insonlarga kulib muomalada bo'ling, yaxshi muomalada bo'ling. Ularning fikri sirasiz o'zgarib ketadi. Bunga gap ta'sir qilmaydi, bunga gapirish befoyda deb o'tib ketaveradi. Ular bilan olishib, janjallashib vaqtingizni ketkazib o'tirasizmi? Undan ko'ra mazza qilib o'zingiz yoqtirgan ishlaringizni qilavering. Mana shunaqa. Sizlarga ham pozitiv kayfiyatni tilab qolaman. Har doim sizlarning ham kayfiyatlaring pozitiv bo'laversin. Kulgili videolarni ko'ringlar, kulgili filmlarni tomosha qilinglar-da. Har xil kulgili multfilmlarni tomosha qilinglar. Sizlarni nima kayfiyatlaringizni ko'tarsa, shu ishni qilinglar. Tamom. Kayfiyatlaring mingga chiqadi ko'tarilish bo'yicha. Shunaqa. Har doim pozitiv kayfiyatda bo'laverasizlar.